Bu mashinamiz o'zi avtosalondan olingani, kelingan, xudo xolasa ishlariga yetib ko'rib kelishlar. Chotki akkuratniy qilib beradigan ishlari. Lekin mashinamizga o'zi 50 ming so'mlik propan qo'yib, mashinamizni tekshirib, kompyuter ishlarini qilamiz. Nasibaklar qilib gazga yurishga tayyor qilib beriladi. Mashinamiz hozir mana benzinda turibdi. Gazga avval kompyuter ishlari gazga olingandi. Mashinamizga yana 50 ming gaz qo'yib, hozir mana avto kalibrovka bo'lyapti. Ya'ni o'sha obuda funksiyasida o'zini gazga moslayapti mashina. Benzinni o'qib, keyin xuddi shunaqa gaz sepib beradi. Taskarisilarni. Nasibaka jarayonlar ketyapti ekan. Gaz yurishlarini ham ko'rsatib beraman. Mashina mana gazga o'tdi. O'tirishlar. Hozir mana kompyuter ishlari bo'ldi. Avtogalerovka qildi. Bo'ldi, tugadi, yakunlandi. Mashina gazda turibdi. Endi hozir yurib boramiz endi mana. Asfalt qo'yamiz. Yurmaysizmi? Eshik yo'q, apada. Skuter. Mashina hozir gazda. Benzindan dog'lasa farqi yo'q. Mazgamlar joyida. Ko'rib turibsizlar. Ochig'idan ochiq. Bosib bo'lganda ham mashina chotki deyapti. Obuda funksiyasi shuki, benzinni korreksiyasini o'qib, gazga xuddi shuni sepib beradi. Shuning uchun obuda deganda traktor 10xlarga, turbina motorlarga ideal tushadi. Asfaltlari ham chotki ularga qolsa, yuz ketyapti. Shunday muammo. Yana ikkisi o'tdi, mana 60 dan boshlagan. İşte gazda. İçeride polisi geldi, hareketler yaptı. Şimdi belki iyiler hızlar koyganlar, ikisiga ham chiqib ko'rishlar var. Ko'chinglarni propanda kelyapman degan joy. Sirtib, sirtash, o'chib qolish yo benzinga o'tib ketish degan muammolar yo'q. Mashinamiz bir xatda ketyapti. Obuda funksiyali Alex Nano blok upravleniyasini afzallik tomoni shu. Benzinda harakat qilib beradi. Benzinni o'qib, keyin gazni o'shanaqa sepib beradi. Xizmatlar bo'yicha akalar aloqaga chiqaverasiz.